Assalomu alaykum YouTube kanali a'zolari. Spani bo'ladigan divanimizni yana bitta yangicha ko'rinishlarini sizlarga reklama qilib, xudo xolisa tanishtirib o'tmoqchimiz. O'zimni ishxonamdan, seximdan video obzorini chiqaryapmiz. Xo'p, mana bu yig'ishtirilgan holati, razmeri 1.80 ga 1.10 joyga tushadi. Yostiqlari bir juft yostig'i bo'ladi, albatta. Xo'p, Spani holatida mana ko'rib ko'rasizlar. 2 metrga ichini o'zi 1.40 bo'ladi. Bemalol 2 kishi yotib foydalansa bo'laveradi. Xudo xolasa yog'ochlari baquvvat, sasnadan bo'lgan, displey MDFda, materiallar mana moshi materialda. Machalkalik. Mana pol spannisi mana. Mana yarim spanni deyiladi mana. Hamma yo'g'ini mana olib ko'rsatib qo'yamiz. Sondolari mana. İçlari 1 metrga 1.35 sondig'i bor, xudo xolasa. Bir juft yostiqlari bor. Yonlarini ham ko'ryapsizlar mana. Hamma tomonlama bu miyahki bo'lgandan keyin hamma yo'g'i miyahki mana, xudo xolasa. Hamma yo'g'i yumshoq mebel deyilgandan keyin yumshoq mebel bo'lib tayyorlanib chiqyapti. Eng asosiysi bez mexanizm. Bosh tomonlari mana bekik, sovuq o'tmaydi. Devorga qadalgan holatida ishni siljitmaysizlar, faqat oldiga ochib yopiladi xolos. Xudo xolasa. Bu narsani yana bir qulayliklari bor. Bu narsani olib turib, oldiga jurnalni stolimiz qo'yilgan qilinadi. Zakaz qilsanglar, oldiga jurnalni stol qo'yib, bemalol mana 2 kishi foydalanib o'tirsa bo'laveradi. Bu tomonda 2 kishi, bu tomonda 2 kishi. Xohlagan paytda yig'ishtirib, taylarini chang bo'lsa tozalab qo'yilaveradi. Oldinroq mana profilga qilingan. Hamma tomonlama xudo xolasa ishimiz baquvvat. Buni garantiyalari bor. Ishlashlariga, yog'ochlariga, xudo xolasa material machalkalariga garantiya beraveramiz.